Ramazongacha Qur'onni tez va samarali o'rganishning asosiy sirlari. Biz bilamizki, har doim ya'ni bizda har yili Ramazon oyi bo'ladi va bu Ramazon oyi har yili takrorlanaveradi. Mana shu yoshingizgacha, masalan, aytaylik siz 25 yoshmisiz, shu yilgacha nechta Ramazon ko'rdingiz? Masalan, aytaylik siz 35 yoshmisiz, 40 yoshmisiz, shu yoshingizgacha 30 ta, 40 ta Ramazon ko'rdingiz, to'g'rimi? Ya'ni bu Ramazon oyi har yili bizga takrorlanaveradi. Lekin asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, siz bu Ramazondan keyingi Ramazongacha yoki oldingi Ramazondan bu Ramazongacha siz nimalar qila oldingiz? Nimalarga e'tibor berdingiz? Nimalarda o'sdingiz? Aynan hozir Qur'on ilmi bo'yicha aytilyapti bu gaplar. Ya'ni siz o'sha har yili Ramazon kelganda Qur'onni xatm qilaman deb endi ochganingizda yana tutuqlanib o'qiyapsizmi, yana qiynalib o'qiyapsizmi, yana boshlashim kerak-da, Qur'on o'qishni bilmayapman-da deb har Ramazon niyat qilasiz-ku, lekin shu Ramazongacha ham, masalan, hozir qancha qoldi Ramazongacha yozinglarchi, ya'ni necha kun qoldi, necha oy qoldi, necha haftalar qoldi Ramazongacha, oldimizdagi Ramazongacha. Yozinglar, mana o'zinglar ko'rasizlar, ya'ni biz har Ramazon yanagi Ramazongacha men Qur'onni o'qiyman, yanagi Ramazon zo'r qiroat bilan kiraman, men ham maza qilib odamlarga o'xshab, boshqa qizlarga o'xshab, boshqa opa-singillarga o'xshab ravon o'qib, maza qilib xatmlar qilaman deb niyat qilamiz. Lekin Ramazon tugaydi, undan keyin hayitlar o'tadi, hayotimizga, tashvishimizga kirib ketamiz va bizning niyatimiz esimizdan chiqib qolaveradi. Lekin alhamdulillah bugungi darsdasiz, bugungi seminardasiz, webinarimizdasiz va mana shu gaplarimni eshityapsiz. Demak, sizda mana shu kelayotgan Ramazongacha tezroq Qur'onni chiroyli shaklda o'rganib olayda, shu Ramazonni yaxshi o'tkazay, shu Ramazonni xatmlarda o'zim maza qilib xatm qilay degan niyatingiz bor ekanki, bugungi darsimizga qo'shilibsiz. To'g'rimi? Ya'ni hammamizning niyatimiz, hammamizning maqsadimiz deyarli bir xil. Xo'p, Ramazonga oz qoldi. Ramazonga sanoqli kunlar, sanoqli haftalar, sanoqli oylar qoldi. Nima qilishimiz kerak? Bu Ramazon ham o'tgan Ramazonlarga o'xshab qiynalmasligimiz uchun. Bu Ramazon ibodatlarimizni, kechalari Qur'on o'qishlarimizni maza qilib o'qishligimiz uchun, maza qilib ibodatlarda o'tkazishligimiz uchun, o'tgan Ramazondek qiynalmasligimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda hoziroq boshlashingiz kerak. Ya'ni hoziroq boshlang. Ya'ni ertaga boshlayman, undan keyin boshlayman yoki yana bir o'ylab ko'rarman emas. Siz maqsad qilgan narsangizga hoziroq qadam qo'ying. Hoziroq birinchi qadamni qo'ying, hoziroq boshlang, hoziroq o'zingizga xos bitta kitob oling, bitta Qur'on tanlang, hoziroq ustoz toping. Bu ikkinchi sirlarimizdan biri. Birinchi sirimiz, demak, hoziroq boshlashingiz kerak ekan. Ya'ni Ramazonga aytaylik bir nechta hafta qolgan bo'lsa, voy men ulgurmasamchi demang. Siz niyatingizni qildingiz, birinchi qadamingizni tashladingiz, Ramazongacha qancha o'qiysiz, qanchasiga erishasiz, qancha natijaga erishasiz, bu yog'i endi Alloh taolodan. Lekin muhimi siz hoziroq boshlashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi sirimiz bu ustoz tanlashlik. Ya'ni siz bu yo'lda, ya'ni Qur'onni chiroyli o'qishlikda illoki bir ustoz ya'ni illoki bitta ustoz tanlashingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Bu yo'lda Qur'on o'qishlik ilmida va yoki arab tilini o'rganishlik yo'lida siz bir o'zingiz yo'lga chiqadigan bo'lsangiz, ishoning bu yo'lda oxirigacha yeta olmaysiz. Chunki bu ilmni bir o'zingiz o'rganishingiz sizga og'ir bo'ladi. Uslublarni bilmaysiz. Uslubni bilmaganingizdan keyin albatta oxirigacha yetkiza olmaysiz. Samarali ilm ola olmaysiz. Va yolg'iz yo'lga chiqqan inson baribir u yo'ldagi qiyinchiliklarga bir o'zi bardosh bera olmaydi. U qiyinchiliklarni tanimagani sababli va yoki o'sha qiyinchiliklardan o'tish uslublarini bilmagani sababli, yo'l boshchisi yo'qligi sababli nima bo'ladi? U odam qiynaladi. Shu sababdan ham siz hoziroq bir ustoz tanlashingiz kerak bo'ladi. Ustoz tanlashda ham albatta to'g'ri ustoz tanlashingiz va
sizga haqiqatan siz maqsad qilgan narsangizga yetkazib bera oladigan ustoz tanlashingiz kerak bo'ladi va albatta ya'ni ustozni tanlagandan keyin u ustozga xolis bo'lib, ya'ni bog'lanishingiz kerak bo'ladi va oxirigacha o'sha ustoz bilan davom etishingiz kerak bo'ladi. Bu ikkinchi asosiy tez samarali o'rganishning asosiy sirlaridan edi. Uchinchi, Ramazongacha Qur'onni tez va samarali o'rganishning uchinchi va asosiy siri bu har kuni shug'ullanishlik. Oz-ozdan bo'lsa ham har kuni davomiy ustingizda ishlashlik. Albatta bu qachon keladi? Ustozni tanlaganingizdan keyin keladi va u ustozingiz sizga bergan vazifalarni aynan qo'llashga boshlaganingizda mana shu uchinchi uslub keladi. Chunki hozir siz ustozingiz bo'lmasdan turib, har kuni ishlaganingiz bilan bir natijaga chiqa olmaysiz. Siz birinchi boshlaysiz, niyat qilasiz, ustoz tanlaysiz, bir uslub tanlaysiz. Ana undan keyin ustozingiz sizga bergan uslubni har kuni Ramazongacha oz-ozdan bo'lsa ham davomiy shug'ullanib, davomiy ishlaysiz va har kuni ishlaganingiz sababidan ham sizda o'sha ilm ham mustahkam, ham bir-birini ustiga xuddi poydevordek bo'lib qurilib, oxirida, ya'ni Ramazongacha ancha ko'zingizga ko'rinarli darajada bir natijaga chiqa olasiz va bu albatta, ya'ni nima demoqchiman, bu yerda bitta, masalan, ba'zilar shunaqa niyat qiladi-da, voy men bo'ldi, Ramazongacha endi Qur'onni zo'r o'qiyman, bo'ldi endi, ya'ni har kun dars qilaman deydi-da, ustoz ham tanlamaydi, uslub ham tanlamaydi-da va Qur'onni ochadi, bir kun 2 soatlab yaxshilab dars qiladi-da, ertasi kuni esdan chiqadi, undan keyin esdan chiqadi va Ramazongacha deyarli yo Qur'onni 2 marta yo 3 marta ochgan bo'ladi, xolos. Bu uslub bilan siz hech narsaga erisha olmaysiz. Siz Ramazongacha aytaylik necha kun qolgan, masalan aytaylik 60 kun qoldimi, 60 kun davomida har kuni oz-ozdan toma ko'l bo'laver degani bekorga emas. Oz-ozdan o'rganing, oz-ozdan tatbiq qilib, davomiy o'zingiz ustingizda ishlang. Ana shunda siz Ramazongacha bir narsaga erishasiz va Ramazonda inshaalloh chiroyli qiroat qila oladiganlar qatorida bo'lasiz. To'rtinchisi, katta xatolarni ustida ishlashga boshlang. Ya'ni biz bilamizki, tajvid qoidalarida katta va kichkina xatolar bor. Aynan o'sha tushuntirib o'tgan katta va kichkina xatolarning asosan katta xatolarini ustida ishlashga boshlashingiz kerak bo'ladi. Chunki sizni vaqtingiz tig'iz, siz Ramazongacha keraklik eng katta mavzularni, katta xatolarni ustida ishlab, to'g'rilab, Ramazongacha hech bo'lmaganda katta xatolarni qilmaydigan darajagacha bo'lsa ham nima qilishingiz kerak bo'ladi? O'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kichkina xatolar bilan vaqt ketkazmang, asosan katta xatolaringiz ustida ishlashga boshlang. 5 va oxirgi uslubimiz bu 3T uslubi. Yozib qo'yinglar, 3T uslubi. 3T uslubi deb yozsanglar, yana ham esingizda qoladi bu uslub. Mana shu 3T uslubi bilan dars qilishlik. Ya'ni 3 ta T bilan dars qilishlik. Nimaga? Aynan o'sha esingizda yana ham qolishligi uchun 3T uslubi bilan dars qilishlik. 3 ta T. Birinchisi tinglash, tinglash, ya'ni siz Qur'onni tinglang birinchi o'rinda. Darsingizni tinglang, ustozingizni tinglang. Ya'ni qulog'ingiz birinchi eshitsin, qulog'ingizga birinchi quyilsin, ana undan keyin takrorlang. Ya'ni eshitgan narsangizni takrorlang. Uchinchisi tilovat qiling. Ya'ni o'sha takrorlagan narsangizni tashqariga chiqarib tilovat qiling. Ya'ni ham tinglang, ham takrorlang. Takrorlash bu nima bilan bo'ladi? Albatta ko'z bilan bo'ladi. Ya'ni Qur'onga qaragan holatda takrorlang. Chunki eshitgan narsani ko'z bilan ko'rganda aqlga yana ham tezroq singadi. Ana undan keyin, ya'ni oxirgi uslub bu ovozingizni chiqarib, o'sha eshitgan, ko'zingiz bilan ko'rgan narsangizni tilingiz bilan tilovat qilib, takrorlab, uni qulog'ingizga eshittiring. Mana shu uchala nima bilan, uslub bilan siz inshaalloh Ramazongacha Qur'onni tez o'rganishlikda yana ham muvaffaq bo'lasiz. Ya'ni yana ham tezroq yetib borasiz. Yana ham natijangiz tezroq va samaraliroq bo'ladi.